Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Voyinkomat, ya'ni harbiy hisob organi xodimlari to'g'ridan-to'g'ri uyingizga kelishi mumkin bo'lgan holatlar. Aytgancha pensionerlar va harbiy hisobda turgan fuqarolar bunga qanday tayyor turishi kerak? Bu mavzu faqat yoshlar yoki chaqiruv yoshdagilarga tegishli deb o'ylamang. Amalda ko'p oilalarda otalar, amakilar, bobolar, zaxiradagi harbiylar, sobiq xizmatchilar yoki oddiygina harbiy biletga ega pensionerlar bor. Shuning uchun bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Men sizga qo'rqitish uchun emas, vaziyatni to'g'ri tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki odam bilmasa vahima uyaga tushadi, noto'g'ri hujjatga imzo qo'yadi. Kerakli ma'lumotni bermaydi yoki aksincha o'z huquqini bilmagani uchun ortiqcha muammoga qoladi. Hozir videoning oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Uyga kelsa nima qilish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Hammasini oddiy tilda aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar aynan o'z vaqtida kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilikning tasavvurida voyinkomat bilan aloqa juda oddiy edi. Odamning uyiga chaqiruv qog'ozi keladi. Pochta orqali xabar beriladi yoki mahalla. Ish joyi, o'qish joyi orqali ogohlantiriladi. Fuqaro belgilangan kuni harbiy hisob organiga boradi. Hujjatlarni ko'rsatadi, tibbiy ko'rikdan o'tadi yoki ma'lumotlarni yangilaydi. Pensionerlar esa ko'pincha men allaqachon pensiyadaman, menga tegmaydi deb o'ylab yurardi. Lekin hozir vaziyat boshqacharoq ko'rinmoqda. Davlat organlari ma'lumotlarni aniqlashtirish, harbiy hisobdagi shaxslarni ro'yxatdan tekshirish, yashash manzili, sog'lig'i, oilaviy holati, pensiya maqomi, nogironlik hujjatlari va boshqa ma'lumotlarni yangilash ishlarini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun voyinkomat vakillari ba'zi hollarda fuqaroni faqat idoraga chaqirib qolmasdan, uning yashash manziliga ham borishi mumkin. Bu darhol o'lib ketishadi degani emas. Ko'p hollarda bu tekshiruv, xabarnoma topshirish, ro'yxatni aniqlash yoki hujjatlarni solishtirish bo'ladi. Lekin odamlar aynan shu joyda xato qiladi. Kimdir eshikni ochmaydi, kimdir qo'rqib ketib barcha gapga xo'p deydi. Kimdir hujjatni o'qimay imzo qo'yadi. Kimdir esa men pensionerman deb umuman e'tibor bermaydi. Men ekspert sifatida aytaman. Eng to'g'ri yo'l vahima emas, hujjatli tayyorgarlikdir. Sizda pasport, harbiy bilet, pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, yashash manzilingiz bo'yicha hujjatlar tartibli tursa, vaziyatni ancha oson boshqarasiz. Birinchi navbatda harbiy hisobda turgan barcha erkaklar o'z holatini bilishi kerak. Bu yerda faqat o'rmon bekish yoshli yigitlar haqida gap ketmayapti. Harbiy xizmatni o'tagan, zaxirada turgan, ofitser unvoniga ega bo'lgan, harbiy kafedrani tamomlagan, ilgari ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, mudofaa tizimi yoki boshqa kuch tuzilmalarida ishlaganlar ham alohida e'tiborda bo'lishi mumkin. Pensioner bo'lish har doim ham avtomatik ravishda harbiy hisobdan chiqarilgan degani emas. Yosh, sog'liq, unvon, mutaxassislik va amaldagi tartibga qarab holat farq qiladi. Masalan, 32 yoshli Akmal aka bor deylik. U oddiy zavod ishchisi bo'lgan, yoshligida muddatli harbiy xizmatni o'tagan, keyin 30 yil fuqarolik sohasida ishlagan. Hozir pensiyada. Uning harbiy biletida zaxira toifasi, mutaxassisligi va hisobga olingan joyi ko'rsatilgan. Agar voyinkomat vakili uyiga kelsa, bu darhol Akmal akani xizmatga olib ketish degani emas. Ko'pincha undan yashash manzili o'zgarganmi? Sog'lig'i qanday? Pensiya hujjati bormi? Harbiy bileti saqlanganmi? Shular so'ralishi mumkin. Agar hujjatlari joyida bo'lsa, masala qisqa tekshiruv bilan tugashi ehtimoli yuqori. Endi boshqa misol. 24 yoshli Bahodir aka ilgari harbiy texnik bo'lgan. Aloqa bo'yicha mutaxassisligi bor. Sog'lig'i yomon emas, lekin rasmiy tibbiy hujjatlarni yillar davomida yangilamagan. U o'zini pensioner deb hisoblaydi. Ammo harbiy hisobda qanday maqomda turganini bilmaydi. Mana shunday odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki tizimda u hali zaxiradagi mutaxassis sifatida ko'rinishi mumkin. Agar uyiga xodimlar kelib, ma'lumotni aniqlashtirmoqchi bo'lsa, u men kasalman deb og'zaki aytishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Kasallikni tasdiqlovchi shifokor xulosasi epikriz, nogironlik ma'lumotnomasi yoki dispanser ro'yxatida turish haqidagi hujjat kerak bo'ladi. Yana bir real holatni olaylik. 17 yoshli Sobir ota bir necha yil oldin boshqa tumandan shaharga ko'chib kelgan, lekin harbiy hisob bo'yicha ro'yxatini yangilamagan. Pasport propiskasi o'zgargan, pensiya boshqa hududda rasmiylashtirilgan.
lekin harbiy hisob eski manzilda qolgan. Bunday vaziyatda voyinkomat yoki mahalla orqali izlash, uyga kelib aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy muammo yoshda emas, ma'lumotlar mos kelmasligida. Shuning uchun men doim aytaman, ko'chgan bo'lsangiz, hujjatlardagi barcha ro'yxatlar bir-biriga mos bo'lsin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Harbiy hisobdan rasmiy chiqarilgan, yosh chegarasidan o'tgan, sog'lig'i bo'yicha yaroqsiz deb topilgan, nogironlik guruhi bor va barcha hujjatlari tartibli fuqarolar. Lekin xotirjam degani eshikni ochmaslik yoki hech narsaga javob bermaslik degani emas. Xotirjamlik hujjatga tayangan bo'lishi kerak. Agar sizda harbiy hisobdan chiqarildi degan qayd, pensiya hujjati, tibbiy xulosa va shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, sizning pozitsiyangiz ancha kuchli bo'ladi. Uyga kelishganda eng birinchi savol, kim keldi? Men har doim maslahat beraman. Eshikni ochishdan oldin xodimning kimligini so'rang. U qaysi tashkilotdan, familiyasi nima, xizmat guvohnomasi bormi? Nima maqsad kelgani aniq aytsin. Bu hurmatsizlik emas, bu oddiy huquqiy ehtiyotkorlik. Haqiqiy xodim o'zini tanishtiradi, hujjatini ko'rsatadi, sababini tushuntiradi. Agar odamlar noaniq gapirsa, oching, keyin aytamiz desa, siz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ikkinchi muhim masala, imzo, ba'zan xabarnoma, chaqiruv qog'ozi yoki ma'lumot olish varaqasi topshiriladi. Imzo qo'yishdan oldin nimaga imzo qo'yayotganingizni o'qing. Sana, vaqt, manzil, chaqirilayotgan sabab, tashkilot nomi, mas'ul shaxs ko'rsatilganmi tekshiring. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, oila a'zongizdan ovoz chiqarib o'qib berishini so'rang. Tezroq imzo qo'ying degan bosimga berilmang. Hujjatni o'qish uchun bir necha daqiqa talab qilish mutlaqo normal. Uchinchi masala, og'zaki va yozma gapning farqi. Masalan, xodim faqat suhbatga kelasiz deyishi mumkin, lekin qog'ozda boshqa sabab yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki ertaga soat 9 da keling deyiladi. Qog'ozda esa boshqa sana turadi. Siz doim qog'ozdagi ma'lumotga qarang. Keyin nizoli holat bo'lsa, og'zaki gapni isbotlash qiyin, yozma hujjat esa asos bo'ladi. Eng katta nozik jihat shuki, pensionerlik maqomi harbiy hisob masalasini har doim yopib qo'ymaydi. Fuqaro pensiya yoshiga yetgan bo'lishi mumkin, lekin uning harbiy hisobdagi maqomi alohida tekshiriladi. Ayniqsa sobiq harbiy xizmatchilar, maxsus mutaxassislikka ega bo'lganlar, haydovchi, mexanik, aloqa mutaxassisi, tibbiyot xodimi, muhandis, logistika bilan bog'liq kasb egalari bo'yicha ro'yxatlar aniq yuritilishi mumkin. Bu odamlarni darhol xizmatga chaqirish degani emas, lekin ularning ma'lumotlari tizimda muhim bo'lishi mumkin. Yana bir nozik joy, sog'liq masalasi. Ko'pchilik belim og'riydi, bosimim bor, yuragim bezovta qiladi deb aytadi. Lekin huquqiy jarayonda bu og'zaki shikoyat hisoblanadi. Tibbiy asos bo'lish uchun poliklinika kartasi, shifoxona epikrizi, kardiolog, nevropatolog, travmatolog yoki boshqa mutaxassis xulosasi kerak. Agar sizda qon bosimi doimiy yuqori bo'lsa, lekin hech qachon rasmiy davolanmagan bo'lsangiz, hujjatda siz sog'lom ko'rinishingiz mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga alohida aytaman. Sog'lig'ingiz bo'yicha muammo bo'lsa, uni faqat uyda gapirib yurmay, rasmiy tibbiy hujjatga aylantiring. Masalan, 9 yoshli Rustam aka menda qand kasalligi bor deydi. Lekin analiz natijalar eski, endokrinolog xulosasi yo'q, dorilarni o'zi sotib olib ichadi. Agar undan sog'liq bo'yicha hujjat so'ralsa, u faqat dorilar qutisini ko'rsatishi mumkin. Bu yetarli bo'lmasligi mumkin. To'g'ri yo'l oilaviy poliklinikaga borish, shifokordan yo'llanma olish, analiz topshirish, tashxisni rasmiylashtirish. Kerak bo'lsa dispanser nazoratiga qo'yish. Shunda uning gaplari qog'oz bilan tasdiqlanadi. Yana bir holat nogironlik. Agar fuqaroning nogironlik guruhi bo'lsa, bu juda muhim hujjat. Lekin ayrimlar nogironlik muddati tugaganini bilmay yuradi yoki qayta ko'rikdan o'tmagan bo'ladi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, voyinkomat oldida u kuchsizlanadi. Shuning uchun nogironlik guvohnomasi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, muddati guruhi va qayta ko'rik sanasini tekshiring. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, oldindan yangilang. Yashash manzili ham juda muhim. Ba'zi pensionerlar farzandining uyida yashaydi, lekin propiskasi boshqa joyda. Kimdir qishloqda ro'yxatda, shaharda yashaydi. Kimdir ijarada turadi. Harbiy hisob organi sizni qayerdan izlaydi? Odatda rasmiy manzildan. Agar siz rasmiy manzilda yashamasangiz, xabarnoma sizga vaqtida yetib kelmasligi mumkin. Keyin men bilmadim deyishingiz mumkin, lekin tizimda xabarnoma yuborilgan deb turishi ehtimoli bor. Shuning uchun manzil masalasini tartibga solish juda muhim.
Yana bir nozik jihat telefon orqali chaqirish. Ba'zan odamga telefon qilib, voyinkomatga keling deyishadi. Men bunday vaziyatda aytaman, telefon qo'ng'irog'ini e'tiborsiz qoldirmang, lekin rasmiylikni so'rang. Kim qo'ng'iroq qilyapti, qaysi bo'limdan, nima sababdan, qaysi sanada, qaysi xonaga borish kerak. O'zingiz bilan qanday hujjat olib borasiz? Hammasini yozib oling. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma xabarnoma yoki rasmiy chaqiruv tartibini so'rash mumkin. Telefon orqali qo'rqitish, haqorat qilish, noaniq talab qo'yish bo'lsa, buni ham yozib qo'yish kerak. Firibgarlik ehtimolini ham unutmaslik kerak. Bugungi kunda har xil odamlar voyinkomatdan keldik, jarima bor, muammoni hal qilamiz. Pul bersangiz ro'yxatdan chiqaramiz deb yurishi mumkin. Hech qachon ko'chada, yo'lakda yoki uy eshigi oldida pul bermang. Hech qachon pasportingizni begona odamga topshirib yubormang. Hujjat nusxasini ham kimga berayotganingizni biling. Rasmiy to'lov bo'lsa, u bank orqali kvitansiya bilan amalga oshiriladi. Naqd berib yuboring degan gap juda xavfli belgidir. Uyga kelsa ularni ichkariga kiritish shartmi degan savol ko'p beriladi. Bu masala aniq holatga bog'liq. Oddiy xabarnoma topshirish yoki ma'lumot so'rash uchun kelgan xodim bilan eshik oldida gaplashish mumkin. Agar tekshiruv, tintuv yoki majburiy kirish haqida gap ketayotgan bo'lsa, buning uchun tegishli qonuniy asos va hujjatlar bo'lishi kerak. Men har doim maslahat beraman, xotirjam, hurmat bilan, lekin huquqingizni bilib gapiring. Marhamat, guvohnomangizni ko'rsating, kelish sababini tushuntiring. Hujjatni o'qib olay deyish to'g'ri. Oila a'zolari ham tayyor bo'lishi kerak. Ko'pincha pensioner uyda bo'lmaydi. Xodimlar esa kelin, farzand, turmush o'rtog'i yoki nabiraga xabar qoldiradi. Uyda hamma bir narsani bilsin. Hujjatni kim olgani, qachon olgani, nima yozilgani, qayerga borish kerakligi darhol yozib qo'yilishi kerak. Agar keksa odamning ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki eshitish past bo'lsa, oila a'zosi yonida bo'lgani yaxshi. Bu nizoning oldini oladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozirdan nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, harbiy bilet, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi bo'lsa. Tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, doimiy dorilar ro'yxati, oxirgi shifokor xulosalari, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni tartiblang. Bu papka uyda aniq joyda tursin. Farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz ham uning qayerdaligini bilsin. Ikkinchi qadam, harbiy biletingizni tekshiring. Unda familiya, ism, tug'ilgan sana, harbiy mutaxassislik, zaxira toifasi hisobga olingan joy, harbiy hisobdan chiqarilgan yoki chiqarilmaganligi haqidagi qaydlar bor. Agar yozuvlar tushunarsiz, eski, yirtilgan yoki yo'qolgan bo'lsa, mahalliy harbiy hisob organiga murojaat qilib aniqlashtirish kerak. Yo'qolgan harbiy biletni keyin qilaman deb yurish to'g'ri emas. Hujjat yo'q bo'lsa, odamning o'zi ham o'z maqomini isbotlay olmay qoladi. Uchinchi qadam, sog'liqni hujjatlashtiring. Agar yurak, bosim, qand, buyrak, o'pka, ko'rish, eshitish, tayanch harakat tizimi, insultdan keyingi holat yoki boshqa jiddiy kasallik bo'lsa, poliklinikaga boring. Shifokordan rasmiy xulosa oling. Analiz, UZI, EKG, rentgen yoki boshqa tekshiruvlar kerak bo'lsa o'ting. Men bilaman, ko'pchilik navbat ko'p, vaqt yo'q, baribir foydasi yo'q deydi. Lekin hujjat kerak bo'lgan kuni uni bir kunda tayyorlab bo'lmaydi. Oldindan tayyorlangan tibbiy papka pensioner uchun eng katta himoya vositalaridan biridir. 4-qadam, yashash manzilingizni moslang. Agar siz boshqa hududda yashayotgan bo'lsangiz, propiska vaqtincha ro'yxat. Pensiya oladigan joyingiz va harbiy hisobdagi manzilingiz bir-biriga zid bo'lmasin. Buning uchun mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, pensiya bo'limi va zarur bo'lsa harbiy hisob organiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Maqsad bitta, davlat bazalarida siz haqingizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsin. 5-qadam, agar chaqiruv qog'ozi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Bora olmasangiz ham sababini hujjat bilan bildiring. Masalan, o'sha kuni shifoxonada yotsangiz, shifoxona ma'lumotnomasi kerak. Yura olmasangiz, shifokor xulosasi kerak. Boshqa shaharda bo'lsangiz, yo'l chiptalari yoki vaqtincha yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot bo'lishi mumkin. Eng yomon yo'l indamay qolish. Chunki indamaslik ko'pincha bo'yin tovlash sifatida talqin qilinishi mumkin. 6-qadam. Borayotganingizda yolg'iz bormaslikka harakat qiling. Ayniqsa keksa odam bo'lsa, yonida farzandi, yaqin qarindoshi yoki ishonchli odam bo'lsin. U hujjatlarni ko'rib turadi, gaplarni yozib boradi, sanalarni eslab qoladi.
Agar huquqiy noaniqlik bo'lsa, advokat yoki huquqshunosdan maslahat olish mumkin. Bu ortiqcha ehtiyotkorlik emas, bu madaniyatli yondashuv. 7-qadam voyinkomatga borganda savollarni aniq bering. Mening hozirgi harbiy hisobdagi maqomim qanday? Men harbiy hisobdan chiqarilganmanmi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Sog'lig'im bo'yicha qaysi komissiyadan o'tishim kerak? Bu chaqiruv ma'lumot aniqlashtirish uchunmi yoki boshqa maqsaddami? Javobni yozma shaklida olsam bo'ladimi? Mana shunday savollar vaziyatni aniqlashtiradi. Hech narsa so'ramasdan chiqib ketgan odam keyin uyda taxmin bilan yashaydi. 8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini qiling. Asl hujjatni ko'rsating, lekin zarurat bo'lmasa topshirib ketmang. Agar nusxa so'rashsa, nusxaga faqat ma'lumot uchun deb yozish, sanab qo'yish mumkin. Qaysi hujjatni kimga berganingizni daftar yoki telefoningizga yozib qo'ying. Bu oddiy odat keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 9-qadam. Oila ichida buni muhokama qiling. Agar voyinkomatdan kelsa nima qilamiz degan savolga uyda hamma javob bilsin. Kim hujjat papkasini olib chiqadi, kim telefon qiladi, kim keksa otani olib boradi, kim shifokor hujjatlarini yangilaydi. Bu gaplar uyat emas. Aksincha, tartibli oila kutilmagan vaziyatda sarosimaga tushmaydi. 10-qadam. Noqonuniy yo'l qidirmang. Tanishing bormi? Pul bilan yopsa bo'ladimi? Hujjatni o'zgartirib bersa bo'ladimi? Degan gaplar juda xavfli. Bunday yo'l odamni firibgarlar qo'liga topshiradi yoki jinoiy muammoga olib keladi. Eng to'g'ri yo'l haqiqiy holatingizni rasmiy hujjatlar bilan ko'rsatish. Agar sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, tibbiy hujjat bilan isbotlang. Agar yoshingiz bo'yicha hisobdan chiqarilish kerak bo'lsa, rasmiy tartibda aniqlashtiring. Agar xatolik bo'lsa, yozma ariza bering. Ariza yozishda ham oddiy tartib bor. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqamingiz, murojaat mazmuni yoziladi. Masalan, harbiy hisobdagi maqomimni aniqlashtirib berishingizni so'rayman yoki sog'lig'im bo'yicha tibbiy hujjatlarimni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ilova sifatida pasport nusxasi, harbiy bilet nusxasi, pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosalar ko'rsatiladi. Arizadan bir nusxa o'zingizda qolsin, topshirilgan sanasi qayd etilsa yanada yaxshi. Agar sizga nisbatan qo'pol muomala bo'lsa, bosim bo'lsa yoki tushunarsiz talab qo'yilsa, darhol janjal qilmang. Ism, familiyani so'rang, vaqtni yozib oling, guvoh bo'lsa yoningizda tursin. Keyin yuqori tashkilotga, prokuratura, xalq qabulxonasi yoki tegishli nazorat organlariga tartibli shikoyat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, fakt bilan yoziladi. Qachon, qayerda, kim, nima dedi, qaysi hujjat bor. Bugungi asosiy fikr shuki, voyinkomat xodimlarining uyga kelishi har doim ham qo'rqinchli holat emas. Lekin bunga beparvo qarash ham mumkin emas. Pensionerlar, zaxiradagi fuqarolar, sobiq harbiylar, maxsus mutaxassislikka ega odamlar o'z hujjatlarini tartibga solishi, sog'lig'ini rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlashi va harbiy hisobdagi maqomini aniqlashtirib qo'yish kerak. Men sizdan bir narsani so'rayman. Bu mavzuni uyda ota-onangiz, akalaringiz, yaqinlaringiz bilan muhokama qiling. Hujjat papkasini bugunoq tekshiring. Harbiy bilet qayerda, pensiya guvohnomasi bormi? Tibbiy xulosalar yangimi? Manzil to'g'rimi? Shularni ko'rib chiqing. Vahma qilgan odam yutqazadi, tayyor turgan odam esa o'zini ham, oilasini ham himoya qiladi. Sizning hududingizda voyinkomat vakillari uyma-uy yurib ma'lumot aniqlashtiryaptimi? Sizda shunday holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot bir kun aynan kerakli paytda kimningdir katta muammosini oldini olishi mumkin.